Hammaga salom, ingliz tilini noldan o'rganuvchilar. Bugun sizlar bilan present continuous hamda present simple zamonlarining farqini o'rganib chiqamiz. Oldingi darslarimizda present continuousni uchala shaklini ham ko'rib chiqqan edik. Present simpleni ham uchala shaklini ko'rib chiqqan edik. Mana shu ikkita zamonni bugun farqini o'rganamiz. Ikkalasining o'rtasida qanaqa farqlar bor va qanaqa o'xshashliklar bor, hozir shularni to'liq o'rganib chiqamiz. Demak, Dadaxon English Telegram hamda YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz 6-dars hisoblanadi va kitobimizning present continuous hamda present simple zamonlarining farqi to'g'risida mavzuga to'g'ri kelganmiz va mana shu mavzuni men sizlarga prezentatsiya qilib tayyorlab beraman va tushuntirishga harakat qilaman. Demak, biz oldin present continuous hamda present simple qanaqa va qanday holatlarda ishlatilishini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, present continuous hozirgi oddiy zamon. Buni biz qanday holatlarda ishlatar edik? Biz buni demak, so'zlashayotgan paytimiz, ya'ni so'zlashayotgan paytimizda sodir bo'layotgan ish-harakatlar, ya'ni aynan hozir sodir bo'layotgan ish-harakatlar. Siz kitob o'qiyapsiz, yomg'ir yog'yapti, bolalar yuguryapti va xullas aynan hozir sodir bo'layotgan ish-harakatlarga biz present continuousdan foydalanar edik. Misol uchun, siz hozir nima qilyapsiz? Siz YouTube'dan video rolik tomosha qilyapsiz. Aynan hozir mana shu present continuousga misol bo'ladi. Rasmda ham ko'rishimiz mumkin. Demak, bitta xonim nima qilyapti? Ovqatlanyapti va aytayapti I'm eating, men ovqatlanyapman deb aytmoqda va ostidan siz aytishingiz mumkin she's eating, ya'ni u ovqatlanyapti deb siz aytishingiz mumkin. She isn't reading, u o'qimayapti. She is eating, u ovqatlanyapti. To'g'rimi? Hozir ayni paytda u ovqatlanyapti. Demak, yana it's raining, yomg'ir yog'yapti. Mana rasmda ko'rishingiz mumkin, yomg'ir yog'yapti. Aynan hozir yomg'ir yog'yapti. The sun isn't shining, quyosh charaqlamayapti. Aynan hozir yomg'ir yog'yapti. It's raining, the sun isn't shining. 3-rasmda demak, bolalar aytayapti we are running, ya'ni biz yuguryapmiz. Ya'ni ular yuguryapti. Aynan hozir ular yugurmoqda. Va siz aytasiz they are running, ular yuguryapti. They aren't walking, ular yurmayapti, ular yuguryapti. Aynan mana shu holatlarga biz present continuous ishlatamiz, ya'ni so'zlashuv paytida sodir bo'layotgan ish-harakatlarga. Aynan hozir nima bo'lyapti? Siz video rolik tomosha qilyapsiz, quyosh charaqlayapti, qushlar sayrayapti. Xullas, aynan hozir nima bo'layotgan bo'lsa, biz present continuousdan foydalanib, demak, bu gaplarni aytar ekanmiz. Va bu sxemadan ham ko'rishimiz mumkin present continuous qanday holatlarda ishlatilishini va present continuous zamoni qaysi paytga to'g'ri kelishi. Demak, bu tarafda, ya'ni chap qismda past, o'ng qismda future zamon, ya'ni aynan hozir o'rtasida aynan mana shu joy now, ya'ni present continuous sodir bo'layotgan joy, ya'ni aynan hozirgi payt. I'm working, men ishlayapman. I'm not watching TV, men televizor tomosha qilmayapman. She's wearing a hat, u nima shlyapa kiyib olgan, aynan hozir kiyib olgan. They are playing football, ular futbol o'ynayapti. Ular aynan hozir futbol o'ynayapti. Agar mana shu gapni aytadigan bo'lsa, siz tushunishingiz kerak, aynan hozir ular futbol o'ynayotganligini tushunishingiz kerak. Mana bunda ham aytayotganda siz tushunishingiz kerak, ya'ni I'm working deganda siz tushunishingiz kerak, aynan hozir u ishlayotganini. Demak, kimdir sizga aytadi, telefon qildingiz va telefon qilganda u javob beradi. I'm working deyapti. Men ishlayapman degani. Ya'ni u aynan hozir telefonda gaplashib turgan paytda u ishlayotgan. Ya'ni siz telefon qilib qoldingiz, u aytayapti I'm working, men ishlayapman deyapti. I'm not watching TV, men televizor tomosha qilmayapman deb aytmoqda. She's wearing a hat, ya'ni u shlyapa kiyib olgan. Bunda ya'ni aynan hozir shlyapa kiyib olganligi uchun mana shu present continuousdan foydalanib biz u gapni aytar ekanmiz. Xullas, present continuous mana shu holatlarga ishlatilar edi, bir eslab oldik. Endi buni qanday positive, negative hamda question formlarini qanday yasalishini ham eslab o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, positive formi subject bo'ladi, ya'ni gapning egasi, ya'ni men, sen, u, bizlar, bolalar, xullas shunaqa. Ya'ni gapning egasi subject. Subjectdan keyin to be, demak,
igaga nisbatan qanaqa to be ishlatilsa, xuddi mana shu to be keladi. Keyin fe'lga ing qo'shiladi present continuousda va object bo'ladi. Demak, misollardan ko'rib tushunishimiz mumkin. Ya'ni subject o'rnida I kelyapti, to be o'rnida am to be kelyapti. Ya'ni I bilan am to be ishlatilinadi va fe'lning o'rnida mana verb ing ning o'rnida mana learn fe'liga ing qo'shilib learning bo'lyapti. Ya'ni present continuousda har doim ing bilan yasaladi. Fe'lga ing qo'shish orqali biz present continuousda davomli, ya'ni yapti degan qo'shimchani mana shu present continuousda fe'lga yapti qo'shishimiz uchun ing orqali qo'shamiz. Ya'ni men o'qiyapman. Ya'ni o'qimoq fe'liga yapmanni qo'shishimiz kerak. Mana shunda to be hamda ing orqali qo'shish orqali biz present continuousda o'zimizni o'zbek tilidagidek yapmanni, ya'ni o'qiyapman, o'qiyaptilar shunaqa demak so'zni chiqarishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda learn fe'liga, ya'ni o'qimoq fe'liga ing qo'shish orqali o'qiyapman degan yoki o'qiyapti degan so'zni hosil qilishimiz mumkin va object o'rnida English kelyapti. Ya'ni nimani o'qiyapman? Ingliz tilini o'rganyapman yoki nimani o'qiyapman? Kitobni o'qiyapman. Ingliz bu yerda I'm learning English degani men ingliz tilini o'rganyapman deb tarjima qilinadi. Mana shu yapmanni biz present continuousda to be hamda ing qo'shish orqali yasaymiz. I'm learning English. Men ingliz tilini o'rganyapman. Endi xuddi mana shu formulada u kitob o'qiyapti demoqchi bo'lsak, he is reading a book. Demak, u kitob o'qiyapti. Bu yerda u, he, demak, o'qiyapti bo'lganligi uchun he dan keyin s ishlatiladi, chunki har doim he dan keyin s keladi. To be ishlatilishi kerak, ya'ni subjectga mos to be, ya'ni egaga mos to be ishlatishimiz kerak. He is, endi fe'lga ing qo'shamiz. Read fe'liga ing qo'shamiz, reading bo'ladi. He is reading a book. Ya'ni object bu yerda a book. Ya'ni u kitob o'qiyapti. Positive form xuddi shunaqa qilib yasaladi. Buni biz mashqlarda ham ko'ramiz. Yaxshilab o'rganib oling. Demak, har doim demak present continuousda yasayotganimizda fe'ldan oldin to be ishlatilinadi. Ya'ni egaga mos to be. Misol uchun men bo'ladigan bo'lsam I am to be ishlatilinadi. U bo'ladigan bo'lsa is to be ishlatilinadi. You bo'ladigan bo'lsa are to be ishlatilinadi. Buni biz to be ya'ni bo'lmoq birinchi darsimizda ham o'rgangan edik. Endi positive formni ko'rdik. Endi negative form. Negative form qanaqa yasaladi edi? Har doim negative form to be dan keyin not bilan yasaladi. Demak, present continuousda to be dan keyin not qo'yib qo'ysangiz, mana shu gapingizda, ya'ni he is reading a book, mana shu u kitob o'qiyapti. Endi u kitob o'qimayapti demoqchi bo'lsangiz, mana shu is dan keyin not qo'yib qo'yasiz, bo'ldi. U kitob o'qimayapti bo'ladi. Ya'ni inkor shaklida har doim not bilan yasaymiz. Ya'ni bu yerda to be dan keyin not qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz, bo'ldi. Ya'ni mana shu joyga, to be dan keyingi joyga, positive formdagi to be dan keyingi joyga not qo'shib qo'yamiz. Mana shu present continuousda nima bo'ladi? Inkor shakl bo'ladi. Ya'ni men ingliz tilini o'rganyapman positive formda bo'ladigan bo'lsa, endi negative formga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, men ingliz tilini o'rganmayapman demoqchi bo'lsangiz, to be dan keyin not qo'shib qo'yasiz. I'm not learning English. Men ingliz tilini o'rganmayapman. Endi u kitob o'qimayapti demoqchi bo'lsangiz, he's not reading a book. U kitob o'qimayapti. Xullas, negative form shunaqa yasalar edi. Question form endi savol shakl. Savol shakl har doimgidek egadan oldin to be ni chiqarib qo'yamiz. Qolgan qism xuddi shunday, ya'ni positive formda ko'rishingiz mumkin. Mana subject bor, to be bor, verb ing bor, object bor. Endi bu yerda question formda mana shu to be ni egadan oldinga chiqarib qo'yasiz. Ya'ni misol uchun is to be bo'ladigan bo'lsa, ya'ni he is bo'ladigan bo'lsa, ya'ni he da har doim is ishlatiladi. Endi mana shuni biz savol shakliga o'zgartirmoqchi bo'lsak, is ni he dan oldinga chiqarib qo'yasiz. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa. Ya'ni men ingliz tilini o'rganyapman. Mana positive formda men ingliz tilini o'rganyapman. Endi mana shuni sen ingliz tilini o'rganyapsanmi demoqchi bo'lsak, endi mana shu egadan oldinga, mana bu sen bu yerda you ku, mana shundan oldinga must to be, ya'ni are ni chiqarib qo'yamiz, bo'ldi. Are you learning English? Sen ingliz tilini o'rganyapsanmi? Ya'ni to be dan keyin subject dan keyin verb ing, keyin object. Are you learning English? Sen ingliz tilini o'rganyapsanmi? Endi u kitob o'qiyaptimi? Demak, u ga nisbatan is to be ishlatiladi. Endi he dan oldin is to be ni chiqarib qo'yamiz, bo'ldi. Demak, is he reading a book? U kitob o'qiyaptimi? Demak, he dan oldinga
s chiqarib qo'yamiz va question form, ya'ni present continuous hozirgi davomli zamonda question form yasaladi, ya'ni to be subject verb ing object. Is he reading a book? U kitob o'qiyaptimi? Xullas mana shunaqa qilib biz present continuousda positive, negative hamda question formlarni yasar edik. Demak, ishlatilishini ko'rdik. Demak, buni positive, negative hamda question formlarini ko'rdik. Endi biz present continuous haqida demak tushuncha oldik. Demak, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, present continuous aynan hozir, ayni paytda sodir bo'layotgan ish harakatlarga ishlatilar ekan. Positive, negative va question formlari subjectdan keyin to be qo'yilib, to be'dan keyin fe'lga ing qo'shish orqali yasallar ekan. Mana shu uning asosiy demak xususiyatlari. Endi biz bilan ko'ramiz. Biz present simple ni ko'radigan bo'lsak va present continuousdan qanaqa farqlar borligini bilib olsak, bu mana shu bizning bugungi asosiy mavzumizning qismi hisoblanadi. Mana shu present simple ni ham hozir yaxshilab ko'rib chiqamiz, keyin ikkalasining o'rtasidagi farqni tushunib olamiz. Demak, birinchi navbatda biz present simple ni qanday holatga nisbatan ishlatilishini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu yerdagi tekstni o'qiymiz. Demak, bu yerda yozilgan: We use the present simple for things that are true in general or for things that happen sometimes or all the time. Bundan tushunishimiz mumkin. Biz present simple ni qanaqa narsalarga ishlatar ekanmiz? Umumiy, to'g'ri bo'lgan narsalar yokida bitta narsa bo'ladi. Misol uchun u ba'zida yoki har doim sodir bo'ladigan. Misol uchun nimani aytishimiz mumkin? Jadvallar bilan ishlaydigan narsalar bo'ladi. Misol uchun do'kon soat 9 da ochiladi, soat 5 da yopiladi. Yoki siz har kuni soat 5 da turasiz yoki ba'zida soat 6 da uyg'onasiz. Yoki siz umumiy to'g'ri, misol uchun siz futbol o'ynashni yaxshi ko'rasiz. Mana shu umumiy to'g'ri bo'lgan narsaga misol bo'ladi. Ya'ni siz hayotingiz davomida futbol o'ynashni yaxshi ko'rasiz yoki televizorda serial tomosha qilishni yaxshi ko'rasiz. Mana shu sizning umumiy haqiqatingiz, ya'ni present simple da aynan mana shu narsaga nisbatan urg'u beriladi. Ya'ni biz hayotimiz mobaynida misol uchun birovimiz futbol o'ynashni yaxshi ko'ramiz. Mana shu present simple da ifodal etamiz. Ya'ni men futbol o'ynashni yaxshi ko'raman demoqchi bo'lsak, biz present simple da ishlatayotganimizda bir sxemada ko'rib chiqamiz. Sxemada qaraydigan bo'lsak, biz to'g'ri va aniqroq tushunamiz. Misol uchun men futbol o'ynashni yaxshi ko'raman. Demak, men past tomonida o'tgan zamonda ham, ya'ni o'tib ketgan zamonda ham men futbol o'ynashni yaxshi ko'rganman. Hozir ham futbol o'ynashni yaxshi ko'raman va kelajakda ham futbol o'ynashni yaxshi ko'raman. Chunki bu mening hobbim. Mana shu shunda bilishimiz mumkinki, biz present simple orqali mana shu gaplarni ifodal etamiz. Ya'ni biz kecha ham, bugun ham, Xudo xohlasa ertaga ham futbol o'ynashni yaxshi ko'ramiz. Va misollar ko'radigan bo'lsak, I work every day. Men har kun ishlayman. Demak, men kecha ham ishlaganman, bugun ham ishlayman va kelajakda ham ishlashim aniq. Chunki bu bizning kunlik tartibimiz, demak, umumiy haqiqatimiz hisoblanadi. Keyin I don't watch TV very often. Men juda ham tez-tez televizor tomosha qilmayman. Men o'tgan zamonda ham, ya'ni kecha ham ko'p televizor tomosha qilganman. Ya'ni kecha deganimiz bu misol uchun 1 yil oldin ham, 1 yil mobayn, ya'ni o'tgan zamon, ya'ni o'tib ketgan zamonimizda ham demak juda ham tez-tez televizor tomosha qilmaganman. Hozir ham juda ham tez-tez tomosha qilmayman televizor va kelajakda ham juda ham tez-tez televizor tomosha qilmayman. Mana shu narsani tushunishimiz kerak bo'ladi. Present simple da asosan kunlik tartiblar, jadvallarimiz, umumiy haqiqatlar, ya'ni jadval bilan ishlovchi narsalarga nisbatan present simple ishlatiladi. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. We use the present simple for things that are true in general. Umumiy haqiqatda, ya'ni sizning umumiy haqiqatingiz mana shu. Ya'ni siz kitob o'qishni yaxshi ko'rasiz yoki soat 5 da uyg'onasiz yoki har kuni kechga televizor tomosha qilasiz yoki har doim maktabga do'stlaringiz bilan borasiz. Ya'ni umumiy, ya'ni kecha ham, bugun ham, ertaga ham shu ish takrorlanadi. Ya'ni takrorlanuvchi ish harakat desak ham bo'ladi-da. Mana shuni biz present simple dan foydalanib gaplar tuzar ekanmiz. Buni ishlatilishini yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Keyin formulalar orqali bu ishlatilishini bilganimizdan keyin formulaga qo'yib bir
biz gaplar tuzib ketaveramiz. Demak, ishlatilinishini bildik. Demak, doimiy takrorlanib turuvchi ish harakatlariga nisbatan present simple ishlatilinadi. Doimiy takrorlanishi har kuni takrorlanishi shart emas, vaqti bilan ba'zida haftada bir kun yoki bir oyda bir marta bo'lsa ham mana shu ish harakat takrorlandimi, demak bu present simple. Yoki misol uchun siz aytishingiz mumkin, men har hafta, misol uchun haftada bir kun do'stlarim bilan futbol o'ynayman. Mana shu ham present simple ga kiradi. Chunki siz har hafta bir marta bo'lsa ham present simple, ya'ni do'stlaringiz bilan futbol o'ynayapsiz, demak bu present simple ga to'g'ri keladi. Misol uchun men aytishim mumkin, har haftaning oxirida yakshanba kuni do'stlarim bilan futbol o'ynayman. Demak bu takrorlanuvchi ish harakat. Biz bu shu takrorlanuvchi ish harakat bo'lganligi uchun present simple dan foydalanib gaplar tuzamiz. Demak, ishlatilinishini bilib oldik. Endi rasmlarga qaraymiz. Rasmlarda aytayapti. They have a lot of books. Bu yerda nima? Ko'p kitoblar bor. Ya'ni ularda ko'p kitoblar bor, aniqrog'i, chunki mana bu ko'rishingiz mumkin rasmda ko'p kitoblar bor va siz aytasiz they have a lot of books. Ularda ko'p kitoblar bor va ostida yozib qo'yibdi qora bilan they read a lot. Ular ko'p o'qiydi. Demak, biz nimani tushunishimiz kerak? They read a lot deganda ular har doim kitob o'qishini tushunishimiz kerak. Demak, bugun ham, ertaga ham, kelajak zamonda ham ular ko'p kitob o'qiydi. Ular aniq kitob o'qiydi, ya'ni ular takrorlanuvchi ish harakatini bajaradi. Shuning uchun they read a lot, ya'ni present simple da ko'radigan bo'lsangiz gaplarni, u mana shu ish harakatimiz doimiy takrorlanib turuvchi ish harakat deb tushunishingiz kerak bo'ladi. They read a lot. Ular ko'p o'qiydi. Endi ikkinchi rasmga qaraymiz. He is eating an ice cream. U muzqaymoq yemoqda. Ya'ni bu present continuous. Ayni damda hozir u nima? Muzqaymoq yemoqda. Va ostida yozib qo'yibdi, he likes ice cream. U muzqaymoqni yaxshi ko'radi. Demak, bundan tushunishimiz mumkin. He likes ice cream dan u kecha ham, bugun ham, ertaga ham muzqaymoqni aniq yaxshi ko'radi. Chunki uning mana shu narsa hobbisi ham deb tushunishingiz mumkin. Ya'ni muzqaymoq yeyish uning uchun bir lazzatli ish deb tushunishingiz ham mumkin. Present simple mana shu takrorlanuvchi ish harakatlarga urg'u beradi. Demak, he likes ice cream. U muzqaymoqni yaxshi ko'radi. Demak, biz endi buni gaplar tuzish, qanaqa formulalar orqali gaplar tuziladi. Endi biz pozitiv, negativ hamda question form shakllarini ko'rib chiqamiz yasalishini. Siz ham mana shu formulaga qo'yib o'zingizning gaplaringizni yasashingiz mumkin bo'ladi. Positive form. Demak, positive form degani darakkab shakl. Demak, darakkab shaklimiz ega bo'ladi. Ya'ni subject egamiz men, sen, u, bolalar, qizlar, yigitlar, demak, Jack, xullas ism bo'lishi mumkin. Ega. Xullas, misol uchun bironta ishni bajaruvchi odam. Misol uchun men kitob o'qiyapman deganda, kitob o'qiyapman. Kitob o'qishni kim bajaryapti? Men bajaryapmanmi? Bu gapda ega menman. Demak, subject mana shu narsa men yoki u. Ana shu subject keladi. Positive formda subject birinchi keladi. Keyin fe'l keladi. Fe'lning oddiy shakli keladi. Demak, fe'lning oddiy shakli degani infinitive. Ya'ni go, work, play, ya'ni o'tgan zamondagi shakli emas yoki qanaqadir o'zgargan shakli emas, fe'lning aynan infinitive, oddiy shakli. Ya'ni work, play, watch, mana shunaqa fe'lning oddiy shakllari. Ya'ni subject keladi, verb keladi, keyin object keladi. Bo'ldi. Ya'ni present simple'ning formulasi juda ham oson. Subject ega keladi, egadan keyin fe'l keladi, fe'ldan keyin object. Object bu yerda obyekt. Demak, gapda misol uchun men kitob o'qiyman degan gapda, demak, ega bu yerda men, fe'l bu yerda verb, bu yerda fe'l degani mana shu verbdan verb bu yerda kitob o'qiyman deganda o'qimoq degan fe'l mana shu verbga to'g'ri keladi. Keyin object. Object bu yerda nimani o'qiyman? Kitobni o'qiyman. Kitob bu yerda object. Demak, mana yerdan ko'rishingiz mumkin. They read a lot. Demak, bu yerda they gapning egasi they, fe'li bu yerda verb bu yerda read, keyin object bu yerda a lot. Ya'ni fe'ldan keyingi qismda fe'ldan keyin keladigan qismni object deb olavering hozircha. They read a lot. Ular ko'p o'qiydi. They read a lot. Ular ko'p. Demak, they read a lot. Ular ko'p o'qiydi. Bu yerda endi yana ikkita formula ko'rishingiz mumkin. Positive formda
Nima uchun ikkita formula? Birinchisi bu I, V, U, Z uchun ishlatiladi. Ya'ni men, sen, biz ular uchun ishlatiladi. Mana shu positive formdagi birinchidagi formula. Subject, verb, is yoki es qo'shimchasi qo'shiladi. Keyin object bu he, she, it uchun ishlatiladi. Ya'ni he, she, it'da fe'lga s yoki es qo'shimchasi qo'shish orqali yasaladi. Ya'ni ozgina farq qiladi. Ya'ni I, V, U, Z dan ozgina farq qiladi he, she, it'da gaplar tuzayotganimizda. Buni biz gaplarda o'rganib ketsak bo'ladi. Ya'ni misol uchun ko'rishingiz mumkin. Birinchidagi formulaga to'g'ri kelyapti. I, V, U, Z uchun ishlatiladigan formulada mana I go to university every day. Men demak universitetga har kuni boraman. Demak bu yerda fe'lga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. I, V, U, Z uchun. Lekin he, she, it'da fe'lga is yoki es qo'shimchasi qo'shiladi. Es qo'shimchasi o'zining demak tartib qoidasi bor. Uni kitobda ham ko'rgan edik oldingi darslarda. Es qo'shimchasi esa mana bu o, sh, ch, ikkita s bilan tugasa agar fe'lning oxirgi harfi mana shu es qo'shimchasi qo'shiladi. Boshqacha shakllarda oddiy s qo'shimchasi qo'shiladi fe'lga. Mana shu positive formda bitta noodatiy shakli eshitda mana shu fe'lga is yoki es qo'shimchasi qo'shish orqali gaplar yasaladi. Demak, bunda he goes to university every day. U universitetga har kuni boradi. Demak, bunda biz tushunishimiz mumkin. U mana shu ish harakatini har kuni bajaradi. Demak, positive form shunaqa edi. Subject, verb plus object. Subject plus verb is yoki es plus object. Ya'ni bu pastdagi formula he, she, it uchun, tepedagi formula I, V, U, Z uchun. Buni esdan chiqarmang, daftaringizga yaxshilab yozib oling. Demak, negative question formlarni ko'ramiz. Negative form bu inkor gap shakl, question form bu savol gap shakl. Demak, ikkalasi qanday yasaladi? Do hamda does orqali, yordamchi fe'llar orqali biz negative hamda question savol gaplarni yasaymiz. Savol gap shakllarni. Demak, savol gap shaklini yoki negativ shaklni, birinchi negativ shaklni ko'ramiz. Negativ shakl qanaqa yasalar edi? Yordamchi fe'ldan keyin not qo'shimchasi qo'shiladi. Demak, present simple ni negativ hamda question form yasalayotganda fe'lga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. Boya aytdikki, mana bu yerda he, she, it uchun s yoki es qo'shimchasi qo'shilar edi. Lekin negativ shakl hamda question savol gap shaklini yasayotganimizda fe'lga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. Faqatgina positive shaklda he, she, it uchun agar he, she, it gapning egasi bo'ladigan bo'lsa, mana shu uchalasidan biri egasi bo'ladigan bo'lsa gapni fe'lga s yoki es qo'shimchasi qo'shiladi. Positive hamda negativ hamda question ya'ni savol gap shakllarda hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi fe'lga. Demak, formulani ko'radigan bo'lsak, subject keladi. Subjectdan keyin do yoki does keladi. Do bu yerda I, V, U, Z uchun do keladi, keyin not keladi. Agar gapning egasi he, she, it bo'ladigan bo'lsa, does keladi, keyin not keladi. Mana shunaqa bo'ladi. Keyin fe'lning birinchi shakli, keyin object. Subject do yoki does, keyin not, keyin fe'lning oddiy birinchi shakli, ya'ni infinitive shakli, hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan shakli, ya'ni watch, play, listen, keyin walk, run, mana shunaqa oddiy shakli. Ya'ni fe'lga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan shakli, keyin fe'lning gapning obyekti. Mana shunaqa yasaladi negative form. Endi question form, ya'ni savol gap shakl, do yoki does keladi, keyin subject keladi, keyin fe'lning birinchi shakli, keyin object. Do bu yerda har doimgidek I, V, U, Z uchun do ishlatiladi. Gapning egasi I, V, U, Z bo'ladigan bo'lsa do keladi. Agar gapning egasi he, she, itdan biri bo'ladigan bo'lsa does keladi. Keyin fe'lning birinchi shakli hamda object. Bularni hozir gapda ko'rib juda ham oson tushunib ketasiz. Qiyin narsa emas, qiyin deb hisoblamang. Juda ham oson narsa. Demak, bularni hozir ko'rdik. Qanaqa farqi bor ekan? Endi present simple bilan present continuousni. Present continuousimiz hozir ayni paytda sodir bo'layotgan ish harakatlarga ishlatilar ekan. Present simple esa
hozirgi oddiy zamon esa doimiy takrorlanuvchi ish harakatlarga ishlatilgan ekan. Ikkalasini farqini ko'rdingizmi? Misol uchun mana shu rasmlarni ham ko'rishingiz mumkin qanday farqi borligini. Ya'ni birida aytayapti is eating an ice cream. Ya'ni u aynan hozir muzqaymoq yemoqda. Lekin he likes ice cream bo'ladigan bo'lsa, u muzqaymoqni yaxshi ko'radi. Demak, doimiy tarzda yaxshi ko'radi-da. Ya'ni bu takrorlanuvchi ish harakat. Present continuous esa aynan hozir sodir bo'ladi. Mana shu aynan hozir sodir bo'layotgan ish harakat. Present simple esa takrorlanuvchi ish harakat. Mana shu bularning asosiy farqi va mana shu formulalardan ham bilishingiz mumkin. Positive form, negativ va quotient formlarda bir-biri bilan juda ham katta farqi bor. Ya'ni present continuousda igadan keyin to be, to be'dan keyin fe'lga ing qo'shiladigan bo'lsa, bu present simple esa igadan keyin fe'l, fe'ldan keyin object. Oddiy, hech qanaqa to be ishlatilmaydi yoki ing qo'yilmaydi present simple'da. Bularning farqini ko'rib chiqdik. Endi biz tushunib olgan bo'lsak, agar tushungan bo'lsangiz, biz mashqlar bajaramiz. Mashqlarimiz juda ham oddiy. Demak, mashqlarni bajarishdan oldin bitta narsani, noodatiy holatni bir eslatib o'taman. Demak, mana shu rasmda ko'rishingiz mumkin. Mana shu qora bilan yozilgan fe'llar ing olmaydi. Bular faqatgina present simple da ishlatiladi. Bular present continuous da ishlatilmaydi bu fe'llar. Ya'ni don't use these verbs in the present continuous. Ya'ni I am fe'lga ing qo'shiladi present continuous. Mana shu narsani aytyapti. Demak, bu fe'llar present continuous da ishlatilmaydi. Faqatgina present simple da ishlatiladi. Ya'ni bular ing olmaydi-da. Ya'ni ing bu ana shu ing deb o'qiladi. Ya'ni bilan n g ana shu ing olmaydi. Ya'ni want, like, love, hate, need, prefer, depend, now, mean, understand, believe, remember, forget. Mana shu fe'llar o'zidan keyin ing olmaydi. Bular faqatgina present simple da ishlatiladi. Bularni yozib, shunchaki yodlab oling. Ya'ni bular faqatgina present simple da ishlatiladi, present continuous da ishlatilmaydi deb. Chunki bular xohishni bildiradigan fe'llardir. Ya'ni bu odamning hissiyotini bildiradigan fe'llar. Bular har doim sodir bo'lganligi uchun, ya'ni bir tasavvur qiling, siz hozir demak futbol o'ynashni xohlayman deysiz. Xohlayapman deysiz. Siz kecha ham, bugun ham xohlaysizki, ya'ni bu sizning hobbingiz yoki siz futbol o'ynashni yaxshi ko'ryapman deysiz. Lekin buni siz kecha ham, bugun ham, ertaga ham yaxshi ko'rganligingiz uchun biz buni faqatgina present simple da ishlatilamiz. Ya'ni men futbol o'ynashni xohlayapman desangiz ham, siz buni present simple da aytishingiz kerak bo'ladi. Misol ko'radigan bo'lsak, use the present simple only. Mana shu fe'llarni faqatgina present simple da ishlatadi deb aytmoqda kitobimizda. I'm tired. Men charchadim. I want to go home. Men uyga borishni xohlayman. Aynan hozir xohlayapman. Lekin buni biz present simple da ishlatamiz. Chunki bu fe'llar xohish fe'llari va bu fe'llarni faqatgina present simple da ishlata olamiz. Aynan mana shu rasmdagi ko'rishingiz mumkin bo'lgan fe'llar. Aynan mana shularni yozib tarjimasi bilan yodlab oladigan bo'lsangiz, buni faqatgina present simple da ishlating. Present continuous da emas. Demak, buni yodlash juda ham oson. Buni shunchaki xohish fe'llari, ya'ni istak fe'llari deb yodlab olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni siz buni tushunib olish kerak-da, yodlab olish emas, tushunib olish kerak, anglash kerak. Shunda oson bo'ladi. Tushunsangiz, o'zingiz ham ishlata olasiz. Do you know that girl? Bu qizni bilasanmi? Yes, but I forget her name. Bilaman, lekin uni ismini unutganman. Demak, hozir savol beryapti. Lekin buni biz present simple da beramiz. Chunki bu qoidamiz bor edi, bu fe'llar present continuous da ishlatilmaydi. Do you know that girl? Bu qizni bilasanmi? Bilaman, ammo uni ismini unutganman-da deb aytayapti. Ya'ni ismini eslolmayapman-da deb aytayapti. I don't understand. What do you mean? Ya'ni men do you understand? Ya'ni siz tushunyapsizmi degan savolni ham biz present simple da berishimiz kerak ekan. Ya'ni understand fe'li demak ing olmas ekan. Do you understand me? Siz meni tushunyapsizmi? Siz aytishingiz mumkin, I don't understand. Men tushunmayapman. Ya'ni siz present simple aytasiz, present continuous emas. Do you understand me? Siz meni tushunyapsizmi? No, I don't understand. No, I don't understand you. Yo'q, men seni tushunmayapman degan. What do you mean? Siz nimani nazarda tutyapsiz? Okay, mana shunaqa qilib biz bilib o'rganib oldik. Don't forget, bularni unutmang. Esda saqlang. Mana shunaqadek
esda saqlab qo'ying. Bularni daftaringizga yozib, tarjimalarini ham yodlab oling. Tarjimalarni demak, shunchaki aytib o'tib ketaman mayli. Want degan xohlamoq, like ham yoqtirmoq, love ham yoqtirmoq, hate yomon ko'rmoq, need kerak, prefer afzal ko'rmoq, depend bog'liq bo'lmoq, know bilmoq, mean anglatmoq, understand tushunmoq, believe ishonmoq, remember esda tutmoq, forget unutmoq. Mana shularni lug'at daftaringizga yozib, yonidan tarjimasini yozib qo'ysangiz va buni faqatgina present simple da ishlatar ekanman deb yozib qo'ysangiz, agar mashqlar chiqadigan bo'lsa, keyin mana shuni bitta qaraysiz, qanaqa fe'l bor. Ya'ni shu present simple da ishlatiladigan fe'lmi yoki present continuous da ishlatiladigan fe'lmi? Present simple da demak, mana shu fe'llar faqatgina present simple da ishlatilar ekan. Bularga ing qo'shilmaydi deb mashqlarda ham chiqishi mumkin. Ya'ni present continuous bilan present simple ning o'rtasidagi fe'llar beradi sizga va mana shularni siz present simple yoki present continuous shaklini yozishingiz kerak bo'ladi. Agar present continuous ga yozadigan joyiga mana shu present simple da ishlatiladigan fe'llarni ing bilan yozib qo'ysangiz, bu xato hisoblanadi. Ya'ni wanting bo'lmaydi. Ya'ni I'm wanting bo'lmaydi. I want bo'ladi. Yoki I'm liking bo'lmaydi. I'm liking desangiz siz 100% xato qilayotgan bo'lasiz. I like bo'ladi. Demak, bular ing olmas ekan. Bularni biz tushunib oldik. Endi biz mashq bajaramiz. Demak, answer the questions about the pictures. Ya'ni savollarga javob bering. Ya'ni rasmdagi savollarga javob berishimiz kerak ekan. Birinchi rasmda does he take photographs? Ya'ni u rasmga oladimi deyapti. Yes, he does. Ha, u shunday. Ya'ni short answer. Buni o'rgangan edik. Ha, u rasmga oladi degan. Yes, he does. Is he taking a photograph? Ya'ni u rasmga olyaptimi? Ya'ni bu present continuous da aynan hozir sodir bo'lyapti. No, he isn't. Yo'q, u rasmga olmayapti, chunki u dushda. I'm a photographer deb aytmoqda. Ya'ni bu o'zi aytayapti, I'm a photographer. Ya'ni bu buning kasbi suratchi, lekin u aynan hozir rasmga olmayaptimi? Demak, bu takrorlanuvchi ish harakat bajaradi. Ya'ni u nima? Rasmchi bo'lib ishlaydi, lekin aynan hozir bu rasmga olmayapti-ku. What is he doing? U nima qilyapti? Bu present continuous da. What is he doing? U nima qilyapti? He's having a bath. Ya'ni u dush qabul qilyapti. Birinchi rasmda xuddi shunaqa ekan. Demak, ikkinchi rasmga qarab ham biz nima? Bu bo'sh joylarga to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Buni sizda kitobingizga yozib chiqasiz bo'sh joylariga. Demak, men aytib ketaman, siz o'zingiz yozib ketasiz. Demak, aytayapti. Birinchi rasmga qaraymiz. I'm a bus driver. Demak, bu nima ekan? Avtobus haydovchisi ekan. Lekin u hozir nima qilyapti? Pianino chalyapti. Demak, bu avtobus haydovchisi bo'lib ishlaydi, lekin u hozir nima qilyapti? U pianino chalyapti. Demak, savol beryapti. Does she drive a bus? Ya'ni u avtobus haydovchisimi? Ya'ni u avtobus haydaydimi deb sizga savol beryapti. Does she drive a bus? Demak, u avtobus haydovchisi ekanmi? Bu rasmda aytayapti-ki, I'm a bus driver. Men avtobus haydovchisiman. Demak, bu savolning javobi nima ekan? Yes, she does. Ya'ni yes, she does deb short answer beramiz. Does she drive a bus? Yes, she does. Endi present continuous savol beryapti. Is she driving a bus? U nima? Avtobus haydayaptimi? Rasmda ko'rishingiz mumkin, avtobus haydayaptimi u? Yo'q, avtobus haydamayapti. Demak, short answer beramiz. No, she isn't. No, she isn't. Demak, gapning egasi she va buni qoidachasi bor edi. Ya'ni yo'q bo'ladigan bo'lsa isn't bo'ladi. Yes bo'ladigan bo'lsa yes, she is bo'lar edi. Lekin bu yerda biz uning avtobus haydayotganini ko'rganimiz yo'q. U pianino chalayotganini ko'ryapmiz. Shuning uchun yes, no, she isn't bo'ladi. Yes, she is deb yozib qo'ymang. No, she isn't deb yozib qo'ying. Demak, does she drive a bus? U avtobus haydaydimi? Yes, she does. Ha, u avtobus haydaydi. Chunki u avtobus haydovchisi. Is she driving a bus? U avtobus haydayaptimi? No, she isn't. Yo'q, u avtobus haydamayapti degan. Endi what is she doing? U nima qilyapti? U nima qilyapti? Rasmga qarashingiz mumkin. U pianino chalyaptimi? Endi siz aytasiz, u pianino chalyapti. Pianino chalmoq bu yerda play the piano. Ya'ni pianino chalmoq degani play the piano. Endi biz aytamiz,
U pianino chalyapti. Demak, u bu yerda she, inglizchada she bo'ladi. U she'dan keyin u pianino chalyapti deyishimiz kerak. Formulada nima edi? She'dan keyin nima kelardi? Subjectdan keyin to be kelardi. She'ga mos to be nima? Is. She is. Keyin nima kelishi kerak? To be'dan keyin? To be'dan keyin mana qarashingiz mumkin. Verb ing kelishi kerak. Ya'ni positive formda mana she keladi. She'dan keyin she'ga mos to be is, she is. Fe'lga endi ing qo'shishimiz kerak. Chalmoq nima edi? Pianino chalmoq nima edi? Play the piano. Endi play fe'liga ing qo'shamiz. Playing the piano. She is playing the piano. She is playing the piano. U pianino chalyapti. Mana shunaqa qilib yasaladida present continuous'dagi hozirgi, aynan hozir sodir bo'layotgan ish harakatlarini aytishimiz uchun she is playing the piano, ya'ni u hozir, aynan hozir nima qilyapti? Pianino chalyapti degan ma'noni beradi. She is playing the piano. U pianino chalyapti. Mana shunaqa qilib yozib qo'yasiz mana bu bo'sh joyga. She is playing the piano. U pianino chalyapti. Endi 3-rasmga qaraymiz. 3-rasmda nimani ko'ryapmiz? I'm a window cleaner. Men demak shu derazani tozalovchi odamman deb aytayapti-da, ya'ni shu derazalarni tozalab ishlayotgan odam. I'm a window cleaner. Men derazani tozalovchi odamman. Ya'ni mening kasbim derazani tozalovchisi. Ya'ni derazalarni artib yuruvchi odamlar bo'ladi-ku. Ya'ni baland binolarda ham bir maxsus ko'taruvchi uskunalar bo'ladi o'zini va u yerda odamlar derazalarni artib tozalab qo'yadi. Bu rasmdagi odam ham xuddi shunaqa kasbda ishlar ekan. I'm a window cleaner. Endi savolda nima ekan? Does he clean windows? Ya'ni u derazalarni tozalaydimi? Demak, u derazani tozalaydimi? Uni kasbi shu bo'lganligi uchun u derazalarni tozalaydi. Yes, he does. Ya'ni u derazani tozalaydi degani. Yes, he does. Yes, he does deb yozasiz. Is he cleaning a window? U derazani tozalayaptimi? Nima qilyapti u? Hozir nima qilyapti? Derazani tozalayaptimi? Nima qilyapti? Menimcha derazani tozalayapti, ya? Is he cleaning a window? Yes, he is. U derazani tozalayapti degani. Yes, he is. What is he doing? U nima qilyapti? U menimcha deraza tozalayapti. Yoki devor bo'yayaptimi? Yo'q, u deraza tozalayapti. What is he doing? U nima qilyapti? U derazani tozalayapti. Demak, uga mos to be is, tozalamoq fe'liga ing qo'shamiz. Cleanga ing qo'shadigan bo'lsa, cleaning. Object bu yerda window. Demak, what is he doing? U nima qilyapti? He is cleaning the window. U derazani tozalayapti. Aynan mana shu derazani tozalayapti. Bu yerga yozamiz. He is cleaning the window. U derazani tozalayapti. Ular shunaqa qilib to'ldirib qo'yasiz bu bo'sh joylarni. Endi 4-si. 4-si nima ekan? 4-birinchi rasmga qaraymiz. We are teachers. Biz o'qituvchilarmiz. Demak, bular o'qituvchi bo'lib ishlar ekan. Lekin hozir rasmda ular boshqa narsa qilyapti. Nima qilyapti? Ular televizor tomosha qilyapti. Demak, ular menimcha er-xotin va uyda o'tirib bir-birlariga qarab aytayapti. We are teachers. Biz o'qituvchilarmiz. Lekin ular hozir televizor tomosha qilyapti. Ya'ni ular uyda dam olmoqda va televizor tomosha qilmoqda. Endi biz aytamiz 4-rasmda nima deb 4-rasmga savol beryapti. Do they teach? Ular o'qitadimi? Ular o'qituvchi bo'lgandan keyin ular albatta nima qiladi? O'qitadi-da. Yes, they do bo'ladi. Ya'ni short answer javob berishimiz kerak-da bu yerda. Do they teach? Yes, they do. Ular o'qitadi degan. Are they teaching? Ular dars beryaptimi? Ya'ni ular o'qityaptimi? Ular o'qityaptimi? Yo'q, ular televizor tomosha qilyapti. No, they aren't. Yo'q, ular o'qitmaydi degani. Short answer. What are they doing? Ular nima qilyapti? Ular televizor tomosha qilyaptimi? Demak, ular televizor tomosha qilyapti deyishimiz kerak. Gapning egasi ular they bo'ladi. Demak, fe'l bu yerda tomosha qilmoq. Watch ga demak biz ing qo'shish orqali present continuous edik. Endi they'dan keyin they are watching TV. Ular televizor tomosha qilyapti degan. They are watching TV. Ular televizor tomosha qilyapti. Demak, mana shunaqa qilib to'ldirib qo'yasiz. Menimcha tushundingiz degan umiddaman. Endi 8-2 pouring
Put in, am, is, are, do, don't, does, doesn't. Mana shulardan birini, ya'ni yordamchi fe'llarda bo'ladi. Inkor hamda oddiy pozitiv shakldagi demak yordamchi fe'llarni yoki present simple yoki present continuousga mosini qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Demak, boya men tushuntirgan edim. Shuning uchun formulani yaxshilab bilib olishimiz kerak, bularni ishlatishimiz uchun, ya'ni bularni mos joyiga qo'yib chiqishimiz uchun. Demak, birinchisi aytayapti. Excuse me, meni kechirasiz. Do you speak English? Siz inglizcha gapira olasizmi? Ya'ni bu takrorlanuvchi ish harakati. Ya'ni bu present simple. Siz kecha ham, bugun ham, ertaga ham inglizcha gapira olasizmi? Do you speak English? Siz inglizcha gapira olasizmi? Ya'ni siz inglizcha gapirasizmi? Do you speak English? Ya'ni bu yerda nima? Bu yerda bo'sh joyga tushib qolgan ekan, nima tushib qolgan ekan? Do tushib qolgan ekan. Bu birinchi mashqda misol qilib ko'rsatyapti. Do qo'yar ekanmiz bunga. Do you speak English? Siz inglizcha gapira olasizmi? Demak, birinchi mashq shunaqa ekan. Endi ikkinchi mashqni ko'ramiz. Have a cigarette. Demak, have a cigarette degani shu sigaret chekasizmi? Ya'ni sigaret tutib, buni bitta odam have a cigarette, ya'ni sigaret chekasizmi deb shunaqa qilib aytadi. No, thank you. Yo'q, rahmat deyapti. Ikkinchi odam endi javob beryapti. No, thank you. Yo'q, rahmat. Endi smoke fe'l kelyapti oxirida va o'rtaga nima qo'yishimiz kerak? Demak, sizga misol uchun kimdir sigaret tutmoqda. Have a cigarette, sigaret chekasizmi demoqda. Siz aytasiz, yo'q deyapsiz. Yo'q, rahmat deyapsiz. Endi javob yana nima? Chekmoq bor, ya'ni men chekmoq bor. Nima qilasiz? Ya'ni siz hayotingiz davomida, ya'ni kecha, bugun, erta ham sigaret chekmaysizmi? Demak, bu yerda don't bo'ladimi? I don't smoke bo'ladimi? Ya'ni men chekmayman. Ya'ni kecha ham, bugun ham, ertaga ham chekmayman bo'ladimi? Ya'ni takrorlanuvchi ish harakat bo'ladimi? Shuning uchun bu yerga present simple bo'ladi va present simple da negativ shaklni yasayotganimizda don't kerak. Ya'ni egadan keyin don't keladi, ya'ni do not keladi va bu yerda mana bu don't kelibdi. Don't ni qisqartirilgan shakli don't. Don't mana shu yerga bo'sh joyga don't bo'ladi. Ya'ni I don't smoke. Men chekmayman degani. I don't smoke. Ya'ni I don't smoke ni biz qanaqa tushunishimiz kerak? Bugun ham, ertaga ham, indinga ham bu odam chekmaydi. Ya'ni bu takrorlanuvchi ish harakat. Ya'ni present simple. I don't smoke. Men chekmayman. Endi uchinchisi. Why you laughing at me? Why keyin qarang. Bu yerda formulaga ham qarab bilib olishimiz mumkin. Ya'ni why kelyapti, nega? Endi formulaga qarashimiz mumkin. Gapga demak, fe'limizda nima bor? Ing bor. Laugh, ya'ni kulmoq fe'liga ing qo'shgan va at me. Nega siz menga kulyapsiz deganida buni tarjimasi. Why? Endi tushib qolgan. Nima tushib qolgan? Demak, you'ga nisbatan nima ishlatilar edi present continuous'da? You'ga mos to be. Nima? Are. Demak, bu yerda are tushib qolgan. Why are you laughing at me? Nega siz menga kulyapsiz? Why are you laughing at me? Nega siz menga kulyapsiz? Bu yerga are tushib qolgan. Chunki bu present continuous'da. Formulani zo'r bilsangiz, bularni to'ldirish juda ham oson. Why are you laughing at me? Nega siz menga kulyapsiz? Tarjimasi shunaqa. Kimdir sizga kuladigan bo'lsa, gapingizga yoki biror nimaga harakatingizga qarab kuladigan bo'lsa va siz unga ingliz tilida aytmoqchi bo'lsangiz, why are you laughing at me? Nega sen menga kulyapsan deganida. Why are you laughing at me? Nega sen menga kulyapsan? Why are you laughing at me? Aynan hozir sizga qarab kulyapti va siz hozir unga qarab javob berishingiz kerak. Why are you laughing at me? Nega sen menga kulyapsan? Endi to'rtinchisi. What she do? Demak, formulasi nima? Bu present simple ga aniqmi? Chunki present continuous bo'lganda ing qo'shilar edi. Lekin bu yerda fe'lga oddiy, hech qanaqa shakl qo'shilmagan verb shakl, ya'ni infinitiv shakl va so'roq. Demak, bundan bilishimiz mumkin, present simple ni question form formulasi orqali yasalar ekan bu so'z, bu gap. Demak, chunki fe'l hech qanaqa qo'shimchasi yo'q va fe'l mana egadan oldin biz qo'yishimiz kerak. Nima qo'yishimiz kerak? Yordamchi fe'lni qo'yishimiz kerak. She ga mos yordamchi fe'l present simple nima edi? Does edi. What does she do? Demak, u nima qiladi? Ya'ni what is demak, uni kasbi nima demoqchi? Ya'ni u nima bo'lib ishlaydi? Uni kasbi nima? What is your job bo'ladi-ki, mana shunda what do you do ham ikkalasi ma'nosi bir xil. Endi what do she do demaymiz. What does she do deymiz. Chunki she ga mos to be, ya'ni yordamchi fe'l doesmidi. What does she do? U nima qiladi? Ya'ni uni kasbi nima? Ya'ni what does she do? Yo'lga does qo'yiladi. What does she do? Uni kasbi nima degani? She is a dentist. U nima?
tish shifokori ekan. She is a dentist. U tish shifokori. Demak, 5-si. I want to go out. Nima? Bu yerda present simple ning pozitiv shakli va fe'lga hech qanaqa ing qo'shilmagan. Shundan ham bilishimiz mumkin bu present continuous emas. Bu present simple ning pozitiv shakli. I dan keyin nima ishlatilar edi? Demak, bu yerda want kelyapti. Demak, pozitiv shakl bo'lganda I dan keyin subject dan keyin fe'lning birinchi shakli bo'lar edi. Ya'ni bu pozitiv shakl emas, bu negativ shakl ekan. Chunki bu yerda bo'sh joy bor. Bo'sh joyga biz nima qo'shishimiz kerak? Negativ shaklda I dan keyin don't qo'shishimiz kerak. Chunki I ga nisbatan do not ishlatilar edi. I don't want to go out. Va bu yerda want qo'shishingiz mumkin. Bu aynan hozirgisam, aynan hozir chiqishni xohlamayman. Demak, present continuousda gapirishimiz kerak. Lekin want fe'li present continuousda ishlatilmas edi bilsangiz. Mana oldingi slaydimizda ko'rishingiz mumkin. Mana want. Don't use these verbs in the present continuous. Ya'ni bu fe'llarni present continuousda ishlatmang deb aytib ketgan edim. Want. Burada mashqda ham bu shu narsa kelyapti. Ya'ni want-ni bizga chalg'itish maqsadida beryapti. Ya'ni men hozir, aynan hozir tashqariga chiqishni xohlamayman deb aytishimiz kerak-da. Bu yerda lekin biz nimadan foydalanishimiz kerak? Present simple dan aytishimiz kerak. I don't want to go out. Ya'ni men tashqariga chiqishni xohlamayman. Buni siz gapirayotganda I don't wanna out. I don't wanna go out. I don't wanna go out. Want to-ni wanna deb ketsangiz chiroyliroq chiqadi. Ya'ni gapirishda, speakingda. I don't wanna go out. I don't wanna go out. Men ko'chaga chiqishni xohlamayman. I don't bu yerda don't qo'yiladi. Ya'ni bo'sh joyga don't qo'yiladi. I don't want to go out. Men ko'chaga chiqishni xohlamayman. Go out degan ko'chaga chiqmoq. I don't want to go out. Men ko'chaga chiqishni xohlamayman. Nima ekan? ing ekan. Bu yerda nima? Ko'chada nima? Yomg'ir yog'yapti deyishimiz kerak-da. Bu yerda present continuous it's raining. Chunki fe'lda ing bor. It's raining. Itdan keyin nima ishlatilar edi tugida? Is. It's raining. Yomg'ir yog'yapti degani. 6da endi nima? Where you come from. Endi bu yerda fe'lga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan va present simple da bo'lganligi uchun where do you come from? Sen qayerdansan degani bu. Yoki sen qayerdan kelding deb. Xullas, ana shuna qilib tarjima qilsangiz ham bo'ladi, lekin buning asosiy tarjimasi sen qayerdansan deganda where do you come from? From Canada deyapti ikkinchi odam. Men Kanadadanman. Demak, bu present simple da va you ga nisbatan do ishlatiladi. Shuning uchun where do you come from? Sen qayerdansan? From Canada. Kanadadanman. 7. How much it costs to send a letter to Canada? Ya'ni Kanadaga xatni yuborish qancha turadi? Demak, bu doimiy ish harakat bo'lganligi uchun bu yerga itga nisbatan does. How much does it cost to send a letter to Canada? Bu yerga does qo'yiladi bo'sh joyga. I can't talk to you at the moment. Men ayni paytda senga gapira olmayman. Sen bilan gaplasha olmayman. Working bo'lyapti. I working. Demak, bu aynan hozir bo'lganligi uchun, demak, fe'lga ham ing bo'lganligi uchun I dan keyin nima ishlatiladi? Am. I'm working. Men ishlayapman degan. I can't talk to you at the moment. Men ayni paytda men sen bilan gaplasha olmayman. I'm working. Men ishlayapman degan. Bu yerga am ishlatiladi. Mana bu yerdagi birinchidagi so'z am. I'm working. Men ishlayapman degan. 9. George is a good tennis player, but ya'ni tarjima qiladigan bo'lsak, George degan odam yaxshi tennis o'yinchisi ekan, ammo deyapti, but he play very often. Demak, juda tez o'ynamoqda bu yerda. Demak, bu present simple ekan, chunki fe'lda hech qanaqa ing yo'q, qo'shimcha qo'shilmagan. Va bu yerda pozitiv shaklda emas. Pozitiv shaklda bo'lganda nima bo'lardi? He dan keyin keladigan fe'lga s yoki es qo'shimcha qo'shilishi kerak edi. Lekin bu yerda qo'shimcha qo'shilmayapti. Demak, bu nimada? Negativ shaklda. Negativ shakl qanaqa yasalar edi? Buni biz hozir mana slaydimizda ko'rishimiz mumkin. Negativ shakl does not. Ya'ni he, she, it keladigan bo'lsa gapning egasi does not, ya'ni does keyin not. Does not keyin fe'lning birinchi shakli yasalar edi. Bu yerda ham shunaqa, ya'ni doesn't keladi. He doesn't play very often. U juda tez o'ynamaydi degan. George is a good tennis player. George yaxshi tennis o'yinchisi, ammo u tez o'ynamaydi. He doesn't play very often. Mana shunaqa qilib yozib qo'yasiz. Demak,
agar tushungan bo'lsangiz men juda ham xursand bo'lardim. Kommentariyaga yozib keting, qanaqa savollaringiz bor, takliflaringiz bor. Uni o'qib o'zim javob beraman. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa ham kommentariyaga yozing, men har birini o'qib o'zim javob berib chiqaman. Agar shunda ham tushunmaydigan bo'lsangiz, sizga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan Dadaxon English Telegram kanalini qidirib toping. U yerda adminlarimiz bor. Adminlar bilan bog'lanib, qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Va u yerda men har bir darsni fayllarni tashlab boraman. Mana shu Dadaxon English Telegram kanaliga kirsangiz, mana shunaqa qilib kirasiz. Aynan mana shu Telegram kanalini qidirib topasiz. Qidirib topganingizdan keyin mana bunaqa fayllar tashlab boraman. Aynan mana shu darsning ham faylini mana shu yerga 6-dars qilib tashlab qo'yaman va ostiga mana shu videomni linkini tashlab qo'yaman va siz ingliz tilini noldan o'rganayotgan bo'lsangiz, kanalga kirib qadalgan xabar ustiga bosadigan bo'lsangiz, birinchi darsdan hozirgi darsgacha bo'lgan darslarni men demak tartib bilan joylashtirib qo'yganman. Birinchi darsni bosadigan bo'lsangiz, birinchi dars chiqadi. 5-darsni bosadigan bo'lsangiz, mana 5-dars chiqadi. Mana shu qadalgan xabar ustiga bosib, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Va bu yerda Dadaxon English Telegram kanalimda mana kitobni ham tashlab qo'yganman. Aynan qaysi kitobdan mashqlarni bajarayotganimizni bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu kanalga kirib, mana shu kitobni yuklab olsangiz, biz mana shu kitobdan ingliz tilini noldan o'rganyapmiz. Endi sizga uyga vazifa bor. Agar mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, tushungan bo'lsangiz, o'zingizni bir sinab ko'ring va mana shu mashqlarni o'qib chiqing va o'qib chiqqandan keyin present continuous yoki present simple ni qo'yish kerak-da bu yerga, ya'ni bo'sh joylarga. Mana shuni xuddi o'qib tarjima qilib, ya'ni tushunib bajarsangiz, menimcha sizda present continuous va present simple o'rtasidagi farqni 100% tushunib olasiz va mana shu mashqlarni daftaringizga bajarib, rasmga olib va mana shu kanalimizga, mana bu kommentariya qismiga, aynan mana shu darsning kommentariya qismiga yuborib qo'ysangiz, rasmga olib, men ularni tekshirib, to'g'ri yoki xato ekanligini sizga aytib beraman. Agar mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, mana shu videomizga o'tda like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Biz ingliz tilini yo'ldan o'rganishni davom etamiz. Hammaga rahmat, xayr, salomat.